Demokratik partiyasi tomonidan fuqarolar murojaatlari o'rganilib, ijtimoiy masalalar tahlil qilinmoqda va ularni tizimli hal etish bo'yicha aniq choralar ko'rilmoqda. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Xalq deputatlari Buxoro shahar kengashi deputati Ra'no Ismatova Shayxon mahallasida saylovchilar bilan uchrashib, ularning murojaatlarini tingladi. Asosiy masalalardan biri ko'chalarni tungi yoritish tizimini yangilash bo'ldi. Deputat tashabbusi bilan tegishli tashkilotlarga yuborilgan so'rov natijasida 80 dan ortiq eskirgan yoritish chirog'i zamonaviy uskunalarga almashtirildi. Surxondaryo viloyatining Termiz tumanidagi Qo'ng'irot mahallasida ham aholi murojaati qisqa fursatda o'z yechimini topdi. Elektr ta'minotidagi uzilishlarga sabab bo'layotgan eskirgan tayanch ustunlari yangilanib, 100 dan ortiq simyog'och o'rniga yangi ustunlar o'rnatilmoqda. Shu bilan birga hududda 2 ta yangi transformatorni ishga tushirish bo'yicha qurilish ishlari boshlangan. Natijada mahalladagi elektr ta'minoti yanada barqarorlashib, yuzlab xonadonlar uchun qulay sharoit yaratilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida esa dastur doirasida ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yana bir ezgu tashabbus hayotga tatbiq etildi. Jo'qorg'i Kenges deputati Murat Atamurodov tashabbusi bilan Ishbilarmonlar hududi mahallasida yashovchi Qurbonovlar oilasi uchun zamonaviy 4 xonali uy bunyod etilib, foydalanishga topshirildi. Kvartirada yurib o'qin negizini. Aytıyor, yaxshi bo'ldi. Endi o'zimizning uyimiz bor. Xalq xizmetinde yurgan el başlarımız, deputatlarımız ko'paya bersin. Rahmet, minnetdarmiz. Mine bizlarga bir ulkan sovg'a bo'ldi bu o'sha biyillikqa. Istagan yigitlarga rahmetimiz ko'p. Deputat yigitga rahmetimiz o'z oldiga. Ayriqcha g'ayratli yigit ekan. Tez arada kirdik mine. Endi quvonib o'tiribmiz bola-chaqamiz bilan shunday. Mana bayramda haqiqat sovg'a bo'ldi bu. Bundan ortiq sovg'a olmaydi bu. Eng ulkan sovg'a bu bizlarga. Hududlarda amalga oshirilayotgan bunday amaliy ishlar xalq murojaatlari e'tibordan chetda qolmayotgani, deputatlik nazorati va davlat hamda jamoatchilik hamkorligi orqali dolzarb muammolar bosqichma-bosqich hal etilayotganini yana bir bor tasdiqlamoqda. Eng muhimi, xalq bilan birga umummilliy dasturi doirasidagi ezgu tashabbuslar inson manfaatini ta'minlash, mahallalar infratuzilmasini yaxshilash va aholi farovonligini oshirish yo'lida izchil davom etmoqda.